Alhamdulillahi Rabbil alamin vassalatu vassalamu ala rasulillah. U zot aytganlaridek, poklikni istab nikoh qiluvchilarga yordam berish Alloh zimmasidagi haqdir. Alloh taolo o'zbek birodarlarimizning turmush qurgan va nikoh qurmoqchi bo'lgan birodarlarimizga va ayniqsa G'azodagi xalqimiz boshidan kechirayotgan og'ir sharoitlarda yengillik yaratish yo'lidagi sa'y-harakatlarni barakali qilsin. O'zbek birodarlarimiz bu kuyovlarga katta xarajatlarni yengillashtirib bermoqdalar. Biz o'zbek birodarlarimizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Alloh taolodan ularning martabalarini va qadr-qimmatlarini yuksaltirishini, mol-dunyolari va oilalariga baraka berishini, farzandlarini o'z panohida asrashini so'raymiz. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nikoh tashabbusi bilan shug'ullanayotgan jamoaga ham tashakkur bildiramiz va Allohdan ularga muvaffaqiyat, keng rizq, qabr azobidan omonlik va barokat ato etishini so'raymiz.